Hani kampanya? Hamma nimaga davlat qo'shig'i bo'lsin, pul berib, kompensatsiya berishga, yo'lmasa sen menda yaxshi xodimlar turaman. Mana shu yerda odamlar nimadan norozi? Faqat mana shu yerdan norozi. Faqat mana shu yerda biz katta ko'chani qilamiz, bu yerda qilmaymiz. Mana hozir bu bechalar chiqadi, yiqiladi, kimga naloq? Prezidentga naloq. Artiqo'jayev, davay. Qancha qo'shimcha mablag' shu mana shu yerda qor yoqqandan keyin mana ko'rdim 3 kun oldin qilganimizda bu bo'lmasdi. Mana endi muz yaxmalak bo'ldi. Albatta yiqiladi bu yerda odamlar. Demak, hurmat. Mana shuni qilsa bo'ladi. Boshqa hozir sizlar paxtalik maysizlar, g'allik maysizlar, mana bu sho'r yuvyapsizlar. Sizlar sho'r yuvadi rayon hokimlar. Bular qadimiyat, bu yiqiladi, to'ppa-to'p keladi. 100% puldan ham yiqilib qo'ygan bo'lsa, Xudo ko'rmasin, boshqa tiklagan bo'lsa, ish payga tushib ketadi.